Diqqat qiling, Rossiya aviatashuvchilari ilgari konservalangan, foydalanishga yaroqsiz deb olib qo'yilgan ba'zi samolyotlarni 2026-yilda xizmatga qaytarishni rejalashtirmoqda. Rossiyada samolyotlar yetishmasligi mamlakatga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar bilan yanada kuchaygan. Bu haqida Izvestiya xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 12 ta samolyot allaqachon qayta foydalanish uchun tiklangan. Shundan 10 tasi amaldagi samolyotlarni ta'mirlash dasturi doirasida aviakompaniyalarga qaytarilgan. Qolgan ikkitasi ham tez kunda ta'mirdan chiqarilib, aviakompaniyalarga qaytarilishi rejalashtirilmoqda. Dastur 2027-yilgacha uzaytirilgan. Shuningdek, ilgari konservalangan xorijiy samolyotlar ham qayta tiklanmoqda. Xususan, muntazam reyslarda ishlaydigan 2 qavatli Boeing 747 samolyotlar soni 2026-2027-yillarda 2 barobar ko'payishi mumkin. Rossiya aviakompaniyasi ushbu samolyotlar parkini 2 tadan 4 tagacha ko'paytirishni rejalashtirmoqda. Mazkur samolyotlar aviakompaniya tomonidan Transaero bankrotligidan keyin sotib olingan va ilgari omborda bo'lgan. Ulardan biri 2025-yil noyabr oyida qayta tiklangan, ikkinchisi esa 2027-yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Rossiya aviakompaniyalari uchun Boeing 747 samolyotlarni ta'mirlash texnik baza va mutaxassislar mavjud bo'lgan do'stona mamlakatlarda, masalan, Eronda amalga oshirilishi mumkin. Mutaxassislar eski samolyotlarning qaytishini Ukrainadagi urush tufayli joriy etilgan sanksiyalar tufayli Rossiyada samolyotlarning yetishmasligi bilan bog'lamoqda. Bundan tashqari, Rossiya aviatsiya sanoati hali ham o'z samolyotlarini ommaviy ishlab chiqarishga qodir emas. Bundan tashqari, 2025-yilga kelib Rossiya dilerlari 3-mamlakatlar orqali Airbus va Boeing uchun sanksiyadagi ehtiyot qismlarning kulrang importini yo'lga qo'yishga muvaffaq bo'lgan. Bu Rossiya aviakompaniyalariga sanksiyalarga qaramay g'arb samolyotlaridan foydalanishni davom ettirishga imkon beradi. Ma'lumot o'rnida, Rossiya aviakompaniyasida 7 ta Boeing 747 samolyoti bor. Ularning eng eskisi 28 yillik, eng yangisi esa 25 yillik. Ularning uchishiga yaroqlilik sertifikatlari 2021 va 2024-yillar oralig'ida tugagan. Red Wings aviakompaniyasining flotida 4 ta Tu-204 samolyoti mavjud. Ularning eng navqiron 31 yillik, eng yangisi esa 17 yillik. Ushbu samolyotlarning uchishiga yaroqlilik sertifikatlari 2019 va 2025-yillar oralig'ida tugagan.